O'zbekistonlik muxlislar Manchester City marketingini qanday o'zgartirib yubordi? Manchesterning nufuzli Manchester Evening News nashri o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning shaharliklar safidagi faoliyati va uning klubni yanada mashhur qilishda ko'rsatayotgan mislsiz ta'siri haqida tahliliy maqola e'lon qildi. Nashrning yozishicha, Husanov nafaqat Pep Guardiola jamoasining muhim bo'lagiga, balki millionlab o'zbekistonliklarning asosiy qahramoniga aylanib ulgurgan. O'zbekiston o'z tarixidagi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma olgan bir paytda Husanovning Angliya Premyer Ligasidagi muvaffaqiyatlari mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Abduqodir Husanovning 33,6 million funt sterling evaziga Manchester Cityga o'tishi o'zbek futboli uchun katta voqea bo'ldi. Biroq ushbu transfer nafaqat sport, balki geosiyosiy nuqtai nazardan ham ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Maqolada aytilishicha, O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishganiga qaramay, Rossiya ommaviy axborot vositalari ushbu transferni o'z yutug'idek talqin qilishga urinishi mamlakatda biroz e'tirozlarga sabab bo'lgan. Husanovning Premyer Ligadagi muvaffaqiyati esa O'zbekistonning jahon futboli xaritasidagi mustaqil o'rnini yanada mustahkamladi. Husanovning City'dagi debyuti oson kechmadi, biroq u qisqa vaqt ichida haqiqiy Feniks kabi qayta tug'ildi. Ruben Dias va Joshko Gvardiolning jarohatidan so'ng Pep Guardiola o'zbekistonlik yosh himoyachiga to'liq ishonch bildirdi. O'tgan yakshanba kuni Enfieldda kechgan Liverpoolga qarshi bahsda o'zining ishonchli o'yini bilan barchani hayratda qoldirdi. Hozirda jamoaning asosiy tarkibida ketma-ket 10 ta uchrashuvda maydonga tushib, bu borada jamoada faqatgina Nico Gonsalesdan ortda qolmoqda. Husanovning transferi klubning ijtimoiy tarmoqlardagi ko'rsatkichlarini butunlay o'zgartirib yubordi. 2025-yil yanvar oyida uning transferi haqidagi xabar hatto o'sha vaqtdagi boshqa shov-shuvli xaridlardan ham ko'proq qiziqish uyg'otgan. Manchester City mutasaddilari Abduqodir Husanovni transfer qilayotganda uning iqtidoriga shubha qilishmagan edi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va tijoriy ko'rsatkichlardagi bunday shiddatli o'sishni hech kim bashorat qilmagan. Nashrning qayd etishicha, klubning marketing bo'limi o'zbekistonlik muxlislar tomonidan ko'rsatilgan mislsiz faollikdan hayratda. Husanov bilan shartnoma imzolangani haqidagi post e'lon qilinganidan so'ng klubning raqamli platformalarida haqiqiy portlash yuz berdi. 2025-yilning yanvar oyida Husanovning transferi haqidagi xabar o'sha vaqtda Frankfurtning Eintracht klubidan sotib olingan Umar Marmush haqidagi xabardan ham ko'proq qiziqish uyg'otgan. Husanov jamoaga kelganidan keyingi dastlabki 2 hafta ichida Manchester City'ning YouTube kanalini dunyo bo'yicha eng ko'p tomosha qilgan mamlakat Buyuk Britaniya yoki Braziliya emas, aynan O'zbekiston bo'lgan. 2024-2025-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra O'zbekistondan qayd etilgan umumiy ko'rishlar soni 26 milliondan oshdi. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston dunyo mamlakatlari ichida 4-o'ringa ko'tarilib oldi. E'tiborli jihat shundaki, Abduqodir hali jamoaning to'liq asosiy tarkibi o'yinchisiga aylanib ulgurmagan bir paytda klub veb-sayti va mobil ilovasidan foydalanuvchi o'zbekistonliklar soni qariyb 1 millionga yetgan. Muxlislar oqimi nafaqat internetda, balki bevosita Etihad stadionida ham sezila boshladi. Oxirgi 2 yil ichida klubning O'zbekistondagi fan bazasi 500% ga kengaydi. Buning mantiqiy davomi o'laroq Toshkentda klubning rasmiy muxlislar guruhi o'z faoliyatini boshladi. Klubning tijoriy bo'limini eng ko'p hayratlantiradigan jihat esa turizm xizmatlariga bo'lgan talabdir. Husanov City libosini kiygandan beri O'zbekistondan turib o'yinlarga VIP paketlar va maxsus turistik buyurtmalar berish ko'rsatkichi 9 baravarga oshgan. Bu shuni anglatadiki, o'zbekistonlik ishbilarmonlar va futbol ishqibozlari nafaqat ekranda, balki Manchesterning o'zidan o'z qahramonlarini qo'llab-quvvatlash uchun katta sarmoya kiritishga tayyor. Husanovga bo'lgan qiziqish nafaqat muxlislar, balki yirik biznes subyektlarini ham Manchesterga yetaklab keldi. Manchester City O'zbekistonning eng yirik kompaniyalaridan biri Artel Electronics bilan homiylik shartnomasini imzoladi. E'tiborli jihat shundaki, klub emas, balki aynan Artelning o'zi hamkorlik tashabbusi bilan chiqqan va Husanovni o'z brendining yuziga aylantirishni maqsad qilgan. Klubdagilar Husanovni koreyalik Park Ji-sun va Son Hyon-minlar kabi butun bir mamlakatni o'z ortidan ergashtira oladigan brend futbolchi sifatida ko'rmoqda. Hatto jamoaning Chempionlar Ligasi doirasida Norvegiyada bo'lib o'tgan Bodø Glimitga qarshi o'yinini yoritish uchun o'zbekistonlik jurnalistning Shimoliy qutb doirasigacha yetib borgani klub matbuot xizmatida alohida e'tirof etilgan. Garchi Abduqodir hali jamoadoshlari bilan muloqot qilishda til to'sig'iga duch
kelayotgan bo'lsa-da, u maydonda eng muhim til, futbol tilida mukammal gapirmoqda. 36 millionlik O'zbekiston xalqi esa uning har bir qadamini katta hayajon bilan kuzatib bormoqda, deyiladi manbada. Shu kabi qiziqarli videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.